Man robbuka. Robbing kim? Robbim Alloh, unga hayotim davomida ibodat qildim. Dining nima? Dinim islom. Sizlarga jo'natilgan kishi kim edi? U Allohning elchisi Muhammad alayhissalomdir. Iymonli kishi savollarga mana shunday qilib to'g'ri javob beradi. Mo'minning hayotida qilgan ibodatlari hamda qilgan barcha solih amallari uni oldiga kelishadi. Munkar va nakir so'roq savol uchun kelishganda, nurdan yaratilgan bir maxluqot kelib uning bosh tomoniga turib oladi. Bu uning hayoti davomida qilgan barcha ibodatlaridir. So'ngra boshqa amallari ham himoya uchun kelishadi. Tutgan ro'zalari o'ng tomonida, zakoti esa chap tomonida turadi. Qolgan solih amallari esa oyoq tomoniga turib olishadi. Hammasi ruhni himoya qilish uchun uni o'rab olishadi. Qabr ruhni siqib qo'yib, unga ozor berishidan saqlab turishadi. Mo'min barcha savollarga to'g'ri javob berib bo'lgach, jannatdan bir tuynuk ochib qo'yiladi. Alloh uning qabrini ko'zi ko'rar masofada kengaytirib qo'yishini buyuradi. So'ngra jannatdan bir o'rin tayyorlanadi. Qabrning bir tomonidan tuynuk ochiladi. Tuynuk orqali unga jannatdagi boqiy hayotidan lavhalar ko'rsatiladi. Mo'min qalbiga sakinat kiradi. Jannat manzaralarini qiyomat kunigacha tomosha qilib yotadi. Ammo buning boshqa tomoni ham bor. Iymonsiz o'tganlarni kutib turuvchi azob uqubatlar. Bu hayoti gunohlar bilan to'lganlar uchundir. Meni bu yerdan chiqaring. Man robbuka. Robbing kim? Chiqaring meni bu yerdan. Dining nima? Sizlarga yuborilgan kishi kim edi? Qabrda bunday savollarga miya emas, qalb javob beradi. Insonning javoblari uning Alloh nazdidagi maqomiga ko'ra bo'ladi. Agar u Allohni va uning payg'ambarlarini rad etgan bo'lsa, u savollarga javob bera olmaydi. Hatto u musulmon bo'la turib hayoti davomida gunoh bilan yashagan bo'lsa, javob berayotganida tili o'ziga bo'ysunmay qoladi. Ba'zilar uchun bu holat farishtalar bilan oddiy bir suhbatdek o'tadi, ammo boshqalar uchun esa so'roq savol jarayoni og'riqli kechadi. Jahannam eshiklari ochiladi hamda undagi dahshatli holatlar ko'rsatiladi. Qabrning mashaqqatlaridan azob chekishni boshlaydi. Olov tafti va jahannam hidi kelib turadi. Qabri torayib, uni siqa boshlaydi. Shunda qora yuzli bir odam paydo bo'lib, uning qarshisiga keladi va shunday deydi: "Mana shu senga va'da qilingan kundir." Ruh undan qo'rqib so'raydi: "Sen kimsan?" Men sening yomon amallaringman. Olgan sudxo'rliging, qilgan g'iybating, harom narsalarga tashlagan nazaringman. Nega qo'rqyapsan? Axir meni hayoting davomida yaxshi ko'rar eding-ku. Mana bugun men sening qarshingda turibman. Shu payt ruh: "Ey Robbim, qiyomatni qoyim qilmagin" deb duo qiladi. Zayd ibn Sobit aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Banu Najjor qabilasiga tegishli bog'ga bordik. Hayvonlarni minib olgan edilar. Birdan hayvon qo'rqib ketdi va Rasulullohni yiqitishiga sal qoldi. Qarasak, yaqin joyda bir necha qabr bor ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu yerda dafn qilingan odamlar qabrda azob chekmoqda. Agar o'lganlarni ko'may qo'yishingizdan qo'rqmaganimda, qabrdagi azob uqubatni xuddi men eshitganimdek sizlarga ham eshittirishlarini so'rar edim dedilar. Keyin yuzlarini biz tomonga burib, qabr azobidan Allohdan panoh so'ranglar dedilar. Mana u yangi uyingiz. Yer ustida hammasi yorug' va rangli edi. Ammo bu yerda hamma yoq qorong'u. Hammasi shunchalik tez tugadi. To'g'rimi? Siz yoki ey Alloh, aynan bir imkon ber, va'da beraman, hammasini to'g'rilayman dersiz. Axir Alloh sizga hayotingizning har lahzasida sanoqsiz imkoniyat bergan edi-ku. Yoki barcha hamd va sano Allohga bo'lsin deysiz. Chunki hayotingiz davomida oxiratingizga zarar beruvchi ish qilmagansiz. Haromdan uzoq turgansiz, majburiyatlaringizni ado qilgansiz, dunyodagi vazifalaringizni nihoyasiga yetkazgansiz. Endi mukofotni olish uchun yo'lga tushdingiz.
Qabr esa sizning ilk bekatingizdir. Agar siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bunda bir hikmat bor. Alloh o'zi sizni shu yerga boshladi va oxirigacha ko'rishga ilhom berdi. Nega bilasizmi? Chunki u nimanidir o'zgartirishingizni xohlaydi. Xo'sh, bunga javoban Alloh tomon bir qadam bosasizmi? O'zingiz uchun qaror chiqarish vaqti keldi. Ibodat qilmasangiz, shu video sabab ibodatga kirishing. Reklamadan xoli bepul namoz ilovamiz orqali kunlik 5 mahal namozni hayotingizni uzilmas qismiga aylantirishingiz mumkin. Iymoningizni quvvatlash va diniy ilmingizni oshirishni istasangiz, ushbu kanalda siz uchun ko'plab videolar tayyorlaganmiz. Ularni bir tartibda ko'rib chiqishingiz mumkin. Agar Qur'onni arabchada o'qishni bilmasangiz, siz uchun Lam Alif Qur'on nomli ilova tayyorladik. Unda siz tajvidni tez, oson va bepul o'rgana olasiz. Agar Qur'onni chuqur o'rganishni istasangiz, Ko'pgit nomli tafsir ilovamizni yuklab olishingiz mumkin. Unutmang, oldingizga maqsad qo'yishingiz bilan u kichik bo'lsa ham hamma narsa o'zgarishni boshlaydi. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Qabrda uzoq kutilganidan so'ng umringizda eshitmagan bir ovoz bilan uyg'onasiz. Bu dunyo ko'rgan eng katta falokatning ovozi bo'ladi. Chunki har bir ruhni tashvishga soluvchi kun yetib keldi.